Assalomu alaykum o'rtoqlar, siz bilan Kamina G'ayrat Alimboyev har doimgidek. Do'stlar, mana shu hozir ko'rgan video sun'iy intellekt yordamida qilingan, ya'ni yaratilgan. Bu videoda mana shu переходni qanday qilish kerak, shu narsani to'liq sizlarga tushuntirib beraman. Umuman sun'iy intellekt do'stlar, bilasiz, hammaning xabari bor, eshitgan, hozir juda ham ko'p tarqalyapti. Har xil videolar, trendlar chiqib ketyapti o'sha sun'iy intellekt bilan. Xullas, bizlarga ham mana shu video montaj jarayonida ham sun'iy intellektdan foydalanib har xil videolar yaratish mumkin. Misol uchun, mana shu hozir men mana bu to'y marosimini, kortej marosimidan mashinalarda, misol uchun mana bu Gentra mashinasini Mersga shunday переход qildim-da, переход qildim. Bu o'sha sun'iy intellekt menga qilib berdi bu narsani. Va menga yoqdi, juda ham nima deydi, bir boshqacha chiroyli chiqdi. Mana sizga yana bir qo'yib beray. Xullas, bu videoni qilishimiz uchun bizlarga Flow sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Flow bu Google kompaniyasini sun'iy intellekti, Flow degan shunaqangi videolarni generatsiya qilib beradigan. Bu yerda bu Flow bilan ishlashingiz uchun siz registratsiyadan o'tgan bo'lishingiz kerak. O'zingizda profilingiz bilan, masalan, o'sha Google profil bo'ladi-ku, akkauntingiz bilan ro'yxatdan o'tasiz. Endi men ro'yxatdan o'tib qo'ydim-da, shuning uchun sizga buni hozir qaytadan ko'rsata olmayman. U juda oson narsa, ro'yxatdan o'tish, shunchaki pochtangizni kiritasiz, tamom. Shu bilan siz mana shu ro'yxatdan o'tasiz Flow orqali. Flow saytiga-da. Keyin bizlarga ikkinchi sun'iy intellekt, bu hamma biladi, ChatGPT. ChatGPT kerak, tamom. ChatGPT bizlarga prompt yozish uchun kerak. Mana prompt bu shunchaki matn. Hozir hammasini qadamma-qadam tushuntirib beraman. Xullas, bizda mana Flow bor, ChatGPT bor. Bizlarga mana shu переходni yasash uchun birinchi o'rinda bizlarga mana shu kadrlarni skrinshot qilib olishimiz kerak. Misol uchun, men mana shu videoni, mana shu joyini, mana Premiere Pro'da mana bu yerda skrinshot degan joyi bor. Mana shu yerga bosasiz, birinchi kadrda skrinshot qilib olasiz. Ya'ni siz mana shu kadrdan, bu boshlang'ich kadrda, mana bu Gentra'ning kadrini olyapman. Boshlang'ich kadr, keyin ikkinchi kadr, ya'ni tugaydigan kadr. Misol uchun, mana bu videoni mana shu yerdan olamiz. Mana shu joyini men shu skrinshot qilib olaman. Menda ikkita skrinshot bor, to'g'rimi? Tamom, biz skrinshotlarni oldik. Skrinshotni olamiz, tamom. Endi Flowga o'tamiz. Yo'q, birinchi ChatGPTga o'tamiz. ChatGPTga men qarang nima deb yozdim. Shunchaki yozasiz. Shunchaki ChatGPTdan so'raysiz. Men Flow orqali bitta mashina kadrini ikkinchi mashinaga переход qilib zo'r effektlar bilan o'tkazmoqchiman. Shunga prompt yozib ber deysiz, tamom, sizga ChatGPT prompt yozib beradi. Tayyor prompt, mana ingliz tilida. Create a smooth cinematic morph faloncha bir bola deb bu prompt yozib beradi-da. Endi bu prompt degani bu shunchaki matn. Sun'iy intellekt shunday ishlaydiki, o'rtoqlar, shu matnga qarab ishlaydi-da, matnga qarab videoni yaratadi. Shuning uchun bizlarga mana shunaqangi bir kreativniy matn kerak bo'ladi, prompt. Bu promptni kopiya qilamiz, Flowga o'tamiz, Flow. Flowda mana bu yerda, mana bu joyda qarang, video по описанию degan joy bor, keyin video по кадрам degan joy. Bizlarga mana shu kerak, video по кадрам degan joy bor. Keyin bizlarda mana shu yerda ikkita paydo bo'ladi. Mana rasm загрузка qiladigan joyda. Mana shu yerga misol uchun bosamizdan, men boya bu kadrlarni avval olgandim-da, mana bu mashinani avval yaratgandim-da, shuning uchun sizga shularni ko'rsataman. Mana shu birinchi mashinamiz, mana Gentra'ni kirgizamiz. Ikkinchi загрузка qiladigan joyga, misol uchun Mersni kirgizamiz va mana bu joyga, tekst joyiga boyaga ChatGPTdan olgan tekstimizni tashlaymiz. Shu bilan mana bu yerga enterga bosasiz, generatsiyaga bosasiz. Shu bilan sizga bu Flow programmasi, shu sun'iy intellekt sizga mana bu videoni yaratib beradi. Mana shunga o'xshagan videoni yaratib beradi. Men hozir buni bizlarda hozir kech bo'lganda bu videoni yozyapman. Mana qarang, hozir generatsiyaga bossam, mana bu yerda сообщение chiqyapti. Server перегружен, поэтому
Model времени недоступна deyapti. Sababi hozir kechki payt hamma bu nagruzka bilan ishlayapti, bu sun'iy intellekt. Shuning uchun bular hozir videoni qayta generatsiya qilib bera olmaydi. Chunki menda hozir oddiy obuna turibdi. Oddiy obunada, hech qanaqangi bepul obunada, xullas, qisqasi. Bepul obunachilarga mana shunaqangi nagruzka vaqtlari siz video yarata olmaysiz. Bu flow orqali. Agar bitta narsani aytib o'tishim kerak, o'rtoqlar, bu sun'iy intellekt bepul narsa emas. Bepul bo'lsa, mana shunaqangi kutib turishingiz kerak. Bir kunda masalan bittagina video yaratishingiz mumkin, boshqa video qila olmaysiz. Shunaqangi ограничениялari bor. Agar siz ограниченияsiz ishlayman desangiz, podpiskasini sotib olishingiz kerak. Sun'iy intellektda buni podpiskasi, obunasi arzon emas. Kamida $30 boshlanadi. Eng arzoni $30 boshlanadi. U yog'i $100, $120 ketgan oyiga. Shuning uchun bu sun'iy intellekt, do'stlar, agar siz bepulga bunaqangi videolarni yarataman desangiz, chuchvarani xom sanasiz. Yaratishingiz mumkin. Bir kunda bitta yoki bir 2-3 kunda bitta qilishingiz mumkin-da, shunaqa imkoniyat beradi sizga. Boshqa imkoniyat bermaydi. Xullas, bu sun'iy intellekt shunaqangi narsa, o'rtoqlar. Endi keyin yana bitta boshqa sun'iy intellekt sizga qo'yib bermoqchiman, ko'rsatmoqchiman. Hozir. Mana shu video ham, o'rtoqlar, mana bu video ham bu o'zimizda shu to'y marosimi, O'zbekistonda qaysidir studiyani to'y marosimi Instagramdan men ko'rsatyapman. Instagramga qo'yilganda bu video. Men sizga play qilib ko'rsatay. Bu yerda ham sun'iy intellekt ishlatilgan. Mana shu yerda. Ko'rdingizmi? Bu yaxshi qilgan, chiroyli qilgan. Ko'rdingizmi? Mana shu perexod ham, transition ham ana shu sun'iy intellekt yordamida qilingan. Mana shunaqangi transitionlarni qilish uchun ham siz o'sha anoga kirasiz, ChatGPTga kirasiz va bu yerga shunchaki men hozir masalan mashinani kadrini dedim-ku bu yerda. Siz aytasiz, misol uchun kuyovni kadridan kelinni kadriga chiroyli effektlar bilan, bir sinematik effektlar bilan zo'r qilib, bir morphing effekt qilib o'tkazmoqchiman. Shunga prompt yozib ber deysiz ChatGPTga. ChatGPT sizga shu sizning so'rovingizga moslab prompt yozib beradi. Bu promptni keyin o'sha flowga kirgizasiz. Yana mana bu rasmlarga misol uchun kuyovni, keyin kelinni kadrini zagruzka qilasizlargina yana o'sha promptni tashlaysiz sizga mana shunaqangi shunga o'xshash videolarni generatsiya qilib beradi. Mana shunga o'xshagan videolarni. Shunday qilib, o'rtoqlar, siz mana shu sun'iy intellektdan foydalanib, o'zingizni montajingizni, ishingizni yana ham chiroyli, yana ham bir boshqalardan ajralib turadigan bir kreativni qilib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. O'rtoqlar, shu yerda o'zimda Telegram kanalimni reklama qilib ketaman. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu mening Telegram kanalim. Bu yerda har doim foydali ma'lumotlar, foto, video va video montaj sohasiga doir bo'lgan har xil ma'lumotlar, yangiliklar chiqarib boraman. O'rtoqlar, shu yerga a'zo bo'lib qo'ying. Mana shu kanalimdan chiqayotgan videolarga reklamalar chiqib turadi, o'rtoqlar. Har zamon o'sha reklamalarga rozi bo'lasizlar. Shuni orqasida menga bir arzimagan ozgina daromad keladi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariya bosib qoldiring. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarni ko'rishguncha salomat bo'ling.